akam rahmatli suvda oqib ketgan. Itarib oqizib yuborishgan. Meni yetalab ko'tarib Lalleynamga olib borardi. Lalleynam deganimiz bu onasi sigiri bo'lgani uchun biz endi o'sha qaymoqda lalla deb o'rgatgan uchun Lalleynadirdik. 3 kilometrcha bor uylari. Maykasini yirtib qo'ygan makam. Orqasiga osilib ketgan. O'zi bitta maykasi bor edi. Rasmli mayka edi-da. Shu xotira hozir esi u paytda kichkina bir 3 yashar bo'lganman. Chunki ukamga onam 5 bo'lgan, ukam onam qaragan, endi menga ko'pincha akam qarab yuradi. Qayerga borsa ko'tarib, sudrab, kuchi qolmasa beliga boylab. O'z kuchi qolmaganda kelib qarang yerga qo'yib dam olmas ekanda. Shu obora tezroq tiyilib ketgan meni. Shu sirpanib tushib ketyapti. Maykasi ushagan ekan mana shu yerga. Yig'lagan. Maykasi yirtilganda yig'lagan. Akamdan bitta mayka qarziman. Shunaqa rangli maykani olib qo'yganman. Lekin akam yo'q.